Qizlar o'zi ham bor, kecha tarozini qo'ygandim, vesimni hamma yozib, qanaqa bunaqa ozg'insiz, qanaqa nima ichasiz, nima qilasiz, man sizga aytdim, yozib ham qo'yganman. O'zi hayotim davomida eng katta yig'gan vesim 55 kilo bo'lgan. Menda genetika shunaqa. Lekin ko'ryapman, juda ham ko'p qizlarni ozish anaqasi ekan, vesini yozishyapti-da. Men ham sizdek ozg'in bo'lgim keladi, ozg'in bo'lgim keladi deb. Unaqa ozg'in bo'lginglar kelsa, prosta o'tirish kerak emas, harakat qilish kerak. Bundan oldingi istoriyada qo'ydim, Go'zal opamlarni. Hozir bu istoriyada ham qo'yaman. Meni uyimda pomoshnitsamni ham, magazinimda ikkita qizimni ham shunaqa zo'r ozdirib berganlar. Bir oyda tasavvur qilsanglar, men sizlarga mana qo'yib qo'yaman, 15 kilogramm ozganlar. Shahnoz opamlar, ularni oldin ham sizlarga istoriyalarimda gapirardim. Bular emizikli bo'lganlar. Emizikli hollarida hech qanaqa zararsiz NL bulardan olib, programmasi bilan ichib, bir oy o'zida 15 kilo ves tashaganlar.